Maşalloh, ishlarimizga bir baho berib qo'yasizlar. Bugun Sirojbek ish kunimiz nechanchi kun? 9-kunimi? 9-kuni. Xudo xolasa 10-kunda bemalol seysma kolonnalari bilan bolalar tugatishar ekan. Hozir ichki taraflar devorlarini urishmoqda. Xo'p, kommentariyga savollar kelib tushgan. Faqat o'zingizlarning loyihalar bo'yicha qurasizlarmi degan. O'zimiz loyiha bo'lsa, bizga yaxshi, nima desang, sizlarga ham yaxshi, pul to'lab o'tirmaysizlar va tez quriladi. Hamma smetalari chiqqan. Va sizlarni o'zingizlarning loyihalar bo'lsa, farqi yo'q, bizga qurib beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Bizda yana qishni kunida ham qurilishlarimiz umuman to'xtamaydi. O'zingizlar bilsanglar, ozgina o'zimni tanishtirib o'tib ketsam, Rossiyada ham qurilish qilamiz. Hozirgi kunda ham fundament ishlari ketmoqda. Minus 15-20 gradusgacha Rossiyada ish davom ettiramiz. 3 aka ukamiz, men eng kenjasiman. Men O'zbekistonda ish faoliyatini olib boryapman. Rossiyadagi ish jarayonlarini ham qo'shib qo'yib borishga harakat qilaman. Kimga xuddi shunaqa energiya tejamkor, utepленный uylar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Telefon nomerini qo'yib qo'yaman, plus Telegram bor. Kimda kim o'zi misol ruchkada chizib bo'lsa ham tashlasanglar, men sizlarga hisoblab tashlab beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.